Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Bugun Hindistondagi ma'rifchi Tagor jamiyati haqida bo'lgan mazmunlarni o'qishni boshlaymiz. Boshqalar ani topadigan ojiz bolani Nobel mukofotiga erishtirgan dadaning aql parasti. Tövəndə Hindistondagi ma'rif jamiyati Tagor jamiyatining farzand tarbiyasidagi 10 o'giti so'zlandi. Bu farzandlarini maktab turmushiga moslashtirishga amalsiz qilish sababidan g'am yeyotgan ota-onalarga bag'ishlandi. Birinchi, o'qimishliq oilaga o'xshaydigan qo'yiq oila muhiti yarating. Ikkinchi, kitob o'qish orqali maktabda o'rganilmagan bilimlarni to'liqlang. Uchinchi, bolalar maktab turmushiga moslashishga amalsiz qolganda aktiv tadbir ustida izlaning. To'rtinchi, oila o'qituvchisi taklif qilish orqali bolalarda ko'p xil iqtidor yetildiring. Beshinchi, portmalni bolalarga topshirib, ularga iqtisod tarbiyasi elib bering. Oltinchi, boshqa dillarga bo'lgan adovatni tugating. Yettinchi, boy bo'lgandan keyin madaniyat san'atni qo'llang. Sakkizinchi, farzandlar bilan birlikda tabiatni sayohat qilish orqali bolalarning tasavvur kuchini yetildiring. To'qqizinchi, atrofli plan tuzib, bolalarga sayohat davomida texnik ko'p qoidalarni o'rgating. 10. Farzandlarni kichikdan boshlab muzika va go'zal san'at bilan uchrashtiring. Kichikdan boshlab muzika va tabiat bilan uchrashish. Pul topgandan keyin madaniyat san'atni qo'llagan Kalkuttadagi boy. Ilgari Hindistonning kastir tuzumi, ya'ni Brahmin, Shatri, Dog'xiz, Sutralar ijtimoiy salohiyat daraja tuzum bo'lib, u belgilama intayin qattiq edi. Hozirgacha Hindiston asos qonunida uning salohiyat darajasini bekitadigan yozuvchi materiallar yo'q bo'lsa-mu, ammo bu yiltizi cho'nqur ham mustahkam bo'lgan varislik tuzumining Hindiston jamiyatidagi real turmushda cho'ng ta'sirchanlik rol o'ynagan. Ayni chog'lardagi Hindiston navoda Brahmin qatlamiga tava bo'lmagan bo'lsa, muvaffaqiyat qozongan holatdami jamiyatning e'tirof qilishiga erisholmagan bo'ladi. Tagor xuddi Italiyaning Medici jamiyatidek nurg'un mulki bor oqso'nglar qatlamiga tava edi. Shundoq deyishga bo'ladiki, u Hindistondagi an'anaviy mashhur jamiyati dunyoga keladi. Medici jamiyati 15-asrdan 18-asrning boshlarigacha Florensiyaga 300 yildan ko'proq hukmronlik qilib qolmasdan, balki yana nurg'un san'atkorlarga yordam berish orqali Italiya adabiyot san'at ishlarini gullantirdi. Mushuning o'xshashlar Tagor jamiyatimi nurg'un mablag' ajratib, adabiyot san'at ishlarini qo'llab qolmasdan, balki yana qilish orqali oliy maktab qurdi hamda dunyodagi mashhur ma'rifchi jamiyatiga aylandi. Tagor jamiyatini kishilarning hurmatiga sazovar boylarning ulgisi deyishga bo'ladi. Tagor jamiyati bir qancha avlod tangliq siyosiyon va san'atkorlarni tarbiyalab chiqqan jamiyat bo'lib qolmasdan, balki yana g'oyat zo'r boylikni ishlatib, madaniyat san'atkorlarini qo'llash bilan dunyoga tonildi. Hamda Bengal, Hindiston podshohligidagi 5 cho'ng jamiyatning biriga aylandi. Ammo aytishlarga qaraganda, Tagor jamiyati islom dinining mashqovulini qutqizishga yordam bergachga, an'anachi Hindiston murtlarining besimiga uchrab, Brahman qatlami ichidagi ismi o'chirildi. Tagor jamiyatimi amalsizlikdan Kalkuttaga ko'chib bordi. Kalkutta nazarga ancha ilinmaydigan beliqchi kenti bo'lib, bu kent 1790-yildan boshlab taraqqiy qilib gullandi. Bu vaqtda krizisga yuzlanayotgan Tagor jamiyati paychak bo'rindan foydalanib, o'rnidan dast turdi. Tagor jamiyati avlodlari bu yerda savdo qilish orqali g'oyat boylik to'playdi. Bu kishi dal Tagorning buvisi Devarginath Tagordir. Odatlikcha olganda, ko'plagan mashhur jamiyatlarda o'z jamiyati uchun mukammal asos solgan buyuklar bo'ladi. Ular farzand tarbiyasini tashabbus qilish orqali jamiyatni avlod-mavlod davomlashtirdi. Ammo ulardan keyingilarmi ajdodlarining orzusini yerda qo'ymay, jamiyat prinsipini avlod-mavlod davomlashtirib, jamiyatning shon-sharafini 500 yildan ko'proq davomlashtirgan. Tagor jamiyatining ajdodlari savdogarchilik qilish orqali nurg'un boylik to'plab, o'z jamiyatini dunyodagi mashhur jamiyat qatoridan qayta o'rin oldirgan. Tagorning buvisi Devarginath Tagor Angliya bilan savdo qilib qad ko'targan. Ular chet elliklar bilan doimlik aloqaga chiqqan, shu chog'dagi talaffuz to'g'ri bo'lmagan chet elliklar Tagorni Tagor deb talaffuz qilgan. Nurg'unlagan mashhur jamiyatlarga o'xshashlar Tagor jamiyatimi 3 avlod tirish orqali dunyodagi mashhur jamiyatlar qatoridan o'rin olgan.
Tagorning buvisi Zardarboy bo'lish sifati bilan hamisha xayr-saxovat faoliyatiga qatnashadi. U Kalkuttadagi davlatlik kutubxona va davlat universitetini qurishga yordam berib qolmasdan, balki yana Kalkuttadagi eng burungi doktorxona va tibbiy universitetni qurdi. Bugunga qadar bu tibbiy universiteti Hindistonning ma'rif sohasida hal qilg'uch rol o'ynab kelmoqda. Devargenat Tagorning cho'ng o'g'li Robindranath Tagor bo'lsa, Tagorning dadasi bo'lib, u ijtimoiy islohotchi, shundaqla diniy islohotchi edi. Шуңлашқа кишилер тарафыдан улуг прем деп аталган. Робиндранат Тагор язгычы булып, у ijtimoiy madaniyat san'atni butun kuchi bilan qo'llaydi. Uni Kalkutta adabiyot san'at ishlarini gullantirishdagi boshlamchi deyishga bo'ladi. Tagorning kutilish uyidan shoir, ulamolar, diniy islohotchilar, faylasuflar, muzikantlar va rassomlar, mashhurlarning oyog'i uzilmaydi. Uningdan boshqa nurg'un muzikantlar taklif qilinib, muzika kechaligi o'tkazilib turadi. Mushundaq oila muhitida cho'ng bo'lgan Tagor keyingi kunlarda mashhur siyosiyonga aylanib qolmasdan, balki yana mashhur adabiyot san'at qatorliq jihatlardami shonliq natijalarni qo'lga keltirdi. Biz Tagorning misollaridan shuni bayqaymizki, bir odamning bolalig'iga o'sib yetilish muhiti uning kelgusiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Tagor 14 qarindishning kenjisi edi. Bu bir xil tasodifiy hodisa bo'lishi mumkin. Ammo qisqarliqligi tarixda buyuklarga aylanganlarning ko'pinchisi bolaning kenjisi ekan. Bolaligida olgan darsdan sirtqi tarbiya qattiq bo'lgan. Tagor 8 yosh vaqtida she'r yozishga boshlaydi. U boshqa bolalarga o'xshashla rag'bat va maqtashlarga erishish davomida she'r yozishga texmi qiziqadi. Shuningdek, ota-onasi va atrofdagi kishilarning ilhom berishi yoki maqtashi bolalarning iqtidorini qezishdagi engishlarning biri deyishga bo'ladi. Ondan boshqa kichikdan boshlab rag'bat va maqtashga erishgan bolalar keyingi kunlarda jazman boshqalarning xarakteri bilan go'zal axloqi uni mehribonlik va xayrixohlikqa ega qiladi. Odatda aytganda, rag'bat va maqtashga erishgan bolalar ko'pincha o'zining qobiliyatini to'liq joriy qildira oladi. Hatto o'zgacha iqtidorini namoyon qila oladi. Albatta, Tagormi buning sirtida emas. Boshqa mashhur jamoatlarga o'xshashlar Tagor jamoatimi Tagor 7 yosh vaqtida uning oila o'qituvchisi taklif qilib bergan. Ammo mashhur kishilarning go'zal bolaligi bilan o'xshamaydi. Tagorning bolaligi intayin besim ichida o'tgan bo'lib, har kuni dov-dov darslarga duch kelgan. Ayni chog'da uning o'rganish besimi hozirgi zamon o'quvchilarining besimi bilan selishtirganda ziyoda ko'p edi. Chunki uning dars etkisini oila o'qituvchisi intayin zich tuzgan. Amdir 7 yoshga kirgan Tagor qoq saharda o'zining chelish tarsi bilan tang bir kunlik turmushni boshlaydi. Tantarbiya oxirlashgandan keyin u yana tibbiy universitet o'quvchilariga o'xshash so'ngak ilm bilan latin tilini o'rganish kerak edi. Ayni chog'da u ingliz tilini bilmay turibla yana so'ngak ilmini o'rganishga boshlagan. Keyingi kunlarda u o'zining so'ngak ilmi ta'siridan iskilit to'g'risida hikoya yozgan. Tagor har kuni soat 7 dan burun jazman tantarbiya va iskilit ilmini o'rganib bo'lishi, ondan 7 dan boshlab oila o'qituvchisidan matematika va tabiat ilmini o'rganish kerak. Matematika bolalarga nisbatan ilohiy kitobga o'xshaydigan bo'lib, matematikada tabiiy talanti borlar uning sirti dedi. Shunlashqa Tagorning matematika darsi sababli besh qatatdi. Tagor soat 9:20 da nashta qilib bo'lgandan keyin soat 10 da maktabga tizim qoldirdi. Shundaq deyishga bo'ladiki, Tagor atiganda maktabga berishdan avval hozirgi o'quvchilar maktabdan qaytgandan keyin elib boradigan maktabdagi takror yoki darsdan sirtqi takrorning hammasini tamomlab bo'ladi. Undaqda Tagor maktabdan qaytgandan keyin o'ynamdi. Albatta undaq emas. U tushdan keyin soat 4:30 da uyga qaytib kelib, gimnastik muallimidan gimnastik o'rgandi. Hamda to'p-to'g'ri 1,5 soat tampon yog'och mashqini qabul qiladi. İşler bununluk bilen ahırlaşmaydı. Çünkü o keşik tamaktan avval davamlıq resim sızıdı. Tamaktan keyin İngiliz tili gündü. Tagor balalıqda şundaq yerip çarçap qattiq uxlab ketadi. O künde İngiliz tili bilen matematika, tabiat ilmini öğrenip qanmasdan belki yeni güzel sanat öğrenidi. O hatta beden çiniqtirish üçün çelişish ve gimnastik öğrendi. Aşındaq köp harakat qilgandir sarmay qalamdı. Etishlar qaraganda o ig'ir yerip çarçap ketgechga ders vaqtida hamish migdab qoladigan. Lekin u xotirasiga she'r yozish orqali ruhiy besimni tugtidi. She'r yozish o'smir Tagorning o'rganish besimini yengiltishdagi unumli qurolga aylandi. Undaqda hozirgi bolalar nima ish qilyotidi? Hozir to'rda o'yinchiq o'ynash bolalarning o'rganish besimini yengiltishdagi unumli usulga aylandi. Albatta bolalar o'yin o'ynash qattiq berilib kelsa bo'lmaydi. Ammo ularga muvofiq holda ozoda muhit hozirlab berish kerakmi qanday? Ma'lum bir o'quvchi bosh og'rig'anda ozroq o'yinchiq o'ynasa, cho'ngming'i biroz echilib qoladi degan edi. Bolalar besimni yengiltadigan muvofiq usulni tepishdan avval
o'yinchoq ularning o'rganish besimini unutishiga yordam beradigan tinchlantirg'ich doriga aylandi. Tagor başdan axir məktəb turmuşiga moslasholmaydi. U məktəbdən kirib uzun o'tmay məktəb turmushidan ümidsizlandi. Uning o'qituvchisi intayin ochiq yomon odam bo'lib, u hamisha ochiqlanib qolmasdan, balki yana ba'zi o'quvchilarga yon bosatdi. Mushundaq ahvolni ko'rgachga Tagorda o'quvchilarga xushal-xuram o'rganish muhiti yaratib berish kerakligi to'g'risida fikr tug'ildi. Bu uning barliq zehnini umrlik ma'rifga qaratganligidagi bir sabab bo'lishi mumkin. Tagor məktəb turmuşiga moslasholmag'achqa 14 yoshida məktəbdən chekinadi. Keyin u yana puhraviy va hukumat boshqarishidagi maktablarda o'qishga kirgan bo'lsa-mu, ammo maktab turmushiga ko'nalmay yana chekingan. Tagorning boshdan oxir maktabning turmushiga moslasholmasligidagi asosli sabab o'qituvchilarning o'quvchilarni kamsitish pozitsiyasi va qo'pol o'qitish usulidan kelib chiqadi. U 17 yosh vaqtida Angliyaga berib o'qiydi, ammo u yerda maktab turmushiga moslasholmaydi. U ba'ayni Lev Tolstoyga o'xshashla umrining oxiridami hech qanday maktabning diplomiga erisholmaydi. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, ammo ular kishilarning hurmatiga sazovor mashhur shaxslarga aylandi. Bu yerda yana bir qatim diplom olamaganlar chiqdi. Biz Gates jamoatidami shunda Harvarddagi o'qishini yarim yo'l tashlab qo'yib, keyin davom qilayotganlik haqida hozir davom qilyapti dedim. Işte o'qidik-ku, endi 2006-yildagi kitoblar bu. Keyin tarjima qilib bu o'qigacha 2008-2009 kitoblar tarjima qilinib yo'q. Qaqcho'g'an araliqda ham orta uzun yillar o'tdi-da. Ammo yerda Tagorning diplom olamaganligi chiqdi. Bunday kishilar millionda bir. Ammo nurg'unlagan diplom olamaganlarning hayoti barbod bo'lib ketdi. Şun hamdiliqe men aşındaq milyonda bir uçuraydigan adamlardaki diplom alamağan tarafın emas. Ular diplomni nemish almagan ve nemish qilgan, hayat qandatdi deganlarni mencha o'ylash kerak. Bo'lib mazriq yoshlarimizdagi shundaq ilaqa qoida so'zlab u muammabdi ekan, bu muammabdi ekan debchi. Mesela mening ukam shunda deydi to'la. Diplom biz o'zimizni isbotlashda ko'pincha holatda vaqt va yoki insonlarning har xil mushtaq nima deymiz, bir taraflama qarashlari tufaylidan o'zimizni isbotlashga ba'zi bir kinishkilar, ba'zi bir tavsiyalar, ba'zi bir kishilarninki tonishtirishi degandeklarga muhtoj bo'lamiz. Diplom o'zimizni isbotlashdagi eng muhim qurol hisoblanadi hozirgi dunyoda. O'qiganimizni, shunami? Shuningga o'xshash endi bu diplom olishga sal qaramaslik kerak endi men Tagor olam demanki degan bilan Tagor tarixda bir chiqdi. Nurg'ulg'an diplom olamaganlar Tagor olamadi lekin. Tagor o'qish mezgilida darsdan sirt nurg'un kitoblarni o'qiydi. U nazar doirasini kengaytib qolmasdan, balki yana nurg'un yangi bilim va yangi ideyalarga erishadi. U 10 yoshidan boshlab Shakespeare, Goethe, Dante, Byron qatorliq mashhurlarning adabiy asarlari bilan tanishib chiqadi. Uningdan boshqa u sanskritcha diniy kitob va Hindiston shoirlarining hissiyotga boy she'rlar to'plamini o'qiydi hamda uningdan mo'l, cho'nqur ma'nolarga erishadi. Tagor maktabdan chekingandan keyin uning hayotiga eng ta'sir ko'rsatgan odam dadasi bo'lib qoladi. Ayni yillari Tagorning dadasi har kuni Kalkuttaning har sohasidagi madaniyat, san'at zotlarini uyiga taklif qilib, sanskritcha diniy kitob, falsafa, ilm-fan temasida muzokara olib bordi. Uningdan boshqa mehmonxonaning bir bo'lagida Hindistonning an'anaviy musiqasi bo'sh ovozda chiqib turdi. Tagorga nisbatan uning jamoatining mehmonxonasi yaxshi bir maktab bo'lib qoladi. Tagor mana shunday oila muhitida cho'ng bo'ladi. Hamda Gitanjali nomli asarni ijod qilib, Nobel adabiyot mukofotiga erishadi. U Gitanjalidan boshqa yana nurg'un hikoya, qisqa film, komediya, muloyiza, tarjimon, falsafa, din qatorliq sohalarga chetilgan mashhur asarlarni ijod qildi. U musiqa jihatda 2000 dan ortiq ahang ishlaydi. Uning ichidagi 600 ahang hali ham Hindiston va Bengal xalqlarining yoqtirib anglaydigan kuy bo'lib kelmoqda. Bo'libmi Hindiston va Bengalning davlat she'rining ahangi tekstlarini Tagor o'zi ishlagan. Uningdan boshqa uning rasmsiz jihatlardan ajoyib talanti bor edi. Statistikaga asoslanganda u qoldirgan suboyoq rasm 3000 parchadan oshadi. U ashu jihatlarda mo'l natijalarni qo'lga keltirib qolmasdan, balki yana yaqinqi zamon ilm-fan yetakchisi olamga kirish ishki nomli asarni yozgan. Tagorning bu xil qobiliyati dunyoda eng talantli deb ta'riflanadigan Giyotini ixtiyorsiz kishilarning esiga soladi.